Hurmatli obunachilar, mana hozir molni qanday boqish sirlarini sizlarga qisqacha batafsil o'qib o'taman, chunki qisqa video qo'yish kerak ekan. Mana sholg'om pishirilgan. Mana bu kunjara. Unisi non. Mana bu kepak bug'doyda yarmadan maydaroq qilib ezilgan. Bu somon uvitilgan. Shularni aralashtirib hozir chiroyli qilib mollayveramiz. Endi hozir laganimiz bor mana. Lagan sholg'om boshlangan solib bir boshdan ko'raverasizlar.